Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Pomadamni tekkizib qo'ydim. Assalomu alaykum barchaga. Sog'mi-momisiz?lar? Ay, Instagramda bo'lmasam shunaqa ovozlar kelgan, hattoki голосовой сообщениyalar yig'lagan. Shunaqa meni yaxshi ko'radigan, sevib sochlarimni sevib, men bilan qachondan beri birga bo'lib kelayotgan auditoriyam borligiga shukr qilaman. Hammanglarni yaxshi ko'raman, davomiy. Ya'ni o'sha Guli Happy Life mani bilasizlarki, hech qachon hech kim hech qanaqasi sindira olmaydi tokida Alloh buni istamasa. Men nima kunlardan o'tmaganman. Nima bu nima bu? Glavnisi meni erim Alfons emas, glavnisi meni erim menga xiyonat qilgan emas, glavnisi meni tashlab ketgan emas, glavnisi men baxtliman. Juda ko'p gaplar bor. Og'zimni 40 yoshimgacha o'tkinimcha yopdim-da. Ya'ni juda ham ko'p gaplar bor. Men yeb qo'ygan joyim yo birovni yerini qo'ynidan tortib olgan joyim boshqa yo'q. Вообще-то men uchun hammasi bir teng bo'lishi mumkin. Insonlar ko'p savol berishadilar. Bizda shunaqa narsa bor. Butun umr insonni yaxshi tarafiga shunday chekka qo'yib qo'yadi-da, qaysidir narsaga yopishib oladi. Вообще-то shunga hayron qolaman. Kim meni gapiryapti? Kim meni orqamdan PR qilyapti? Kim sensanki? E'tibor qilmayman umuman. Ya'ni menga umuman hech narsani ta'sir o'tmaydi asli. Buni hamma biladi. O'shaning uchun aytmoqchiman, insonlar bunday bir boqiylar chetdan nima, qanaqa, men ham to'poy emasman, yoqimsiz hayotda o'zimni qaysidir hayotimga almashga. Demakki menga yoqyapti. Demakki men bu hayotda o'zimni ko'ra olyapman. Demakki meni ham aqlim joyida. В общем, aytmoqchimanki, meni Instagramdagi hayotim davomiy bo'ladi. Men buni erimga kelishdan oldin ham aytganman. Bu meni karyeram, men hech qachon yopmayman va davomiy qilaman deb. Turkiyadan ket, boshqa kalling bormi senlarni? Men Turkiyaga birinchi kelishimmi? Turkiyaga kelib og'zimni ochib qarab qoldim va ketishim kerak. Men 20 yildan oshiq Turkiyaga kelib bo'lsa har oy kelaman. Meni lentamga pastga tushib ko'r, meni qancha Turkiyada rasm videolarim bor. Oho, oylab yashaganman men Turkiyada. Turkiyadan keltirish senlarning ishing emas. Men xohlasam shundoq ham aytganman. Men O'zbekistonga xohlagan paytim boraman va men O'zbekistondan butunlay voz kechmaganman. Men shunchaki erimning yoniga yashash uchun kelganman va shu yerda ham ishimni, karyeramni davom ettirishga kelganman. Men tark etib kelmaganman vatanimni. Farzandlarimni hammasi bilan aloqadaman. Men boraman xohlasam. Men bolalarim sog'ingan zamonim boraman. Menda o'zi bizda plan bor edi. Kelib Zakistan o'tib borib mashinalarni olib kelish. Ya'ni Zakistan o'tgandan keyin u yerdan olib kelish oson bo'lishi. Va nechta planim bor, nima ideyam bor, hammangga. Nima farqi bor? 3 kun Instagram kirmasam yo'q bo'lib qoldi, ittardik deb o'ylamalaring. Meni bundan og'ir vaziyatlar, sandanda kuchli shantajlar boshqalar ittara olmaydi ham Alloh istamasa deganman. Va sizlar uchun jim o'tirish qo'rqoqlik bo'lsa, men uchun aqlli, o'zini bosib olgan, ishbilarmon, kulturniy, madaniyatli, tarbiyali insonlar uchun jim o'tirish bu qo'rqoqlik emas. Va ya'ni nimani aytmoqchiman? Hammasi joyiga tushadi, hammasiga vaqt kerak, hammasi go'zal. Men glavni sizlarga aytaman. Men yo'q bo'lib qolmadim, meni kimdir urib o'ldirib ketmadi, biz jinoiy ish qilib qo'ymadik, biz odam o'ldirib qo'ymadik yoki da ajrashib ketmadik yoki da nimadir bo'lmadi. Bu meni istagim, meni tanlovim. Unda yig'lovdingiz, men xohlasam yig'layman, yig'laydigan vaziyat bo'lsa, xohlamasam meni insonlar biladi. Birinchi turmushimda ham qanaqa sodiq va qanaqa o'xojini va qanaqa uni o'xot qilgan ayol bo'lganman. Ikkinchisini ham hamma biladi. Meni har qanday vaziyatimda meni Alloh qo'llagan. Ya'ni men borib oyoq osti bo'lib xor bu qaysidir ishlarni qilib birovdan o'sha xorligimni, alamini bir normal yashayotgan insonlardan olmaganman. Alhamdulillah. Alloh hammani qalbini biladi. Har qanday sinovni berganda orqasida ajrini ham beradi. Va o'sha kunlarda, o'sha sinovlarda og'ir bir vaziyatga ketirmaganini o'ziga shukr qilish kerak inson. Alhamdulillah, hammasi joyida, hammasi go'zal, qornim to'q, ustim butun. O'zbekistonda yo'q, mashinada yuribman, kerak bo'lsa, hammasi joyida. Erim kim, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men baxtlimanmi? Meni boyitib qo'yganmi? Meni hamma xarajatim, kerakli sharoitim qilib qo'yyaptimi? Bundan dalshi hali hammasi joyiga tushsa qiladimi? Bo'ldi, sizlarga nima? Вообще-то men boshqacha bo'lib yashasam ham sizlarga nima?
Sizlarga nima? Men tushunmayman odamlarga. Nima, men uni ro'zg'ordan non olyapmanmi yo pul so'radimmi? Hali hayotim mobaynida birontadan tilanchilik qildimmi? Tushunmayman. Hali bu narsalar ustidan shunaqa erim yaqinlari bor, hammasi chiqdi. Bularda har qanday vaziyatda normal oilalarida advokatlari bo'ladi. Men advokatlariga hammasini tashab berganman. Hammasi uchun kurashilinadi, hammasi joyida bo'ladi. Mani ham nechta mashitda Turkiyani o'zida o'zbek qizlar qo'llayotganini bilasizlarmi? Hammasi aytibdi, yuring, konsulga boramiz bunga. Hammasi joyiga tushadi. Erimmi yonimda bo'lganida men hammasini hal etaman. Bu safar men og'zimni ochib qarab o'tirmayman. Erim mendan oldin yashagan hayoti boshqasi menga bir tenga qimmat. Lekin u bilasizlarmi, eng asosiy erimni hurmat qilgan joyim. U birinchi oilasi, ya'ni o'sha turk oilasi bilan ajrashganda do'stona ajrashgan. Bizning o'zbeklarda bor u. Xafa bo'lmaylar. Mana men ham ajrashganman. Ajrashdingmi, blokka tiqadi, farzandini ham blokka tiqadi, gaplashmaydi, hech narsa qilmaydi. Xudoga shukr, meni yerim bilan o'sha oilasi ham go'zal ajrashgan va meni ham kerak bo'lsa yordam berib oldim. Telashani uyini oldida edim. Bittasi bilan uchrashib bir narsa berib yuborishim kerak edi. Yugurib hozir kirdim sizlar bilan davom ettirishga. В общем, o'sha inson haqida gapirmoqchiman, erim haqida. O'sha normalni o'zini bosib olgan ayollar mana shunaqa bo'ladi. Meni o'sha ayoli ham qo'llab-quvvatlayapti. Lekin uni bo'yi yetgan ikkita farzandi bor, masalan, o'g'il farzandlari bor. Ular da aytdilar, biz bunda qoldirmaymiz dedi. Biz uchun dedi, otam kim bo'lib yashashdan qat'iy nazar, mana bu yerda shunaqa qonun qoida bor. Bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni rasm videolari, hayotini olib chiqib ommaga tarqatilishi bu juda ham katta jazo dedi. Biz hammasi bilan kurashamiz. Abla o'g'illari shunaqa dedilar. Masalan, menga ham o'shalar kerak paytda o'zini hurmatini qilib, izzatini qilib, oilasi bilan meni boshiga qo'yib o'tirishdilar. Chunki bildilar, normalni o'zini bosib olgan ayolligimni. Shuning uchun bilinglar, normalni ishi bilan band, o'zi baxtli, har tomoni joyida odam birovni ko'tini kovlamaydi. Bilinglar, har qachon kim gapirib chiqdi, u ko't kovlar bo'ldimi, demakki bilinglar, o'zi baxtsiz va o'zini hayoti bo'qqa botib yotibdi. O'shaning uchun meni hayotimda baribir men idealni bilganim uchun men o'zimdan o'zim birovga gapiramanmi? Meni faqat shu aytamanki, o'sirib qo'ysa, chichib qo'ydi, mana xato kutib turasizlar. Nimani ko'r? Men bu lifestyle, meni akkauntim. Agarda men sizlarga haqiqatni aytmasdan, boshqa qilib, bekitqicha uyimga gullar kelsa har kuni, yo boshqa bo'lsa, men mehr qaytarishim kerak, mehr bo'lsa, yoki-da bo'lmasa bir joylarda yursam, Turkiyaga kelib, erim yonida yashasam, по-любому bu bekitib yashasa ham aytasizlar. Voy, kimdir erini ushlaganmi, ikkinchimi, uchinchimi, Guli Happy Life kimdir topib olgan, bo'lishmayapti, ko'rish. Men ochiqcha gapiraman, men bu dunyoda qo'rqadigan, yo'qotadigan narsam yo'q. Umuman, men hamma narsam joyida, yo'qotadigan narsam yo'qligi uchun men ochiqcha gapiraman. Qancha meni nima desam menga PH, men agar shuncha narsadan keyin men kim qachon yopib qo'ygan bo'lardim, esa yopmayman. Men erimni mendan oldingi qilgan hayotdagi qizlar boshqa kayf safosiga aralashmayman. Chunki men shuga kirmaganman. Любой erkak ajrimda bo'lsa, shuncha pul topib, shuncha biznes qilib, shuncha charchasa, xohlagan kayfini qiladi. Zato xotin olgandan keyin qilmaydi. Nimadir TikTokda kimdir, men TikTokim yo'q bilasizlar, TikTok qiziq men uchun musir, TikTok men uchun, boshqalar uchun bilmayman. O'sha TikTokda bir marta jonli efirda o'tirganda, menga yetib kelganda, men tushunmaganman TikTokda o'tirishini ham. Keyin men aytganman, nima kerak shunaqa joyda o'tirsan, yig'ishtirsan, tamom aşkım, sen ne istasang u degan. Va shu ularning jonli efiriga o'shandan keyin qadam bosmagan. Necha marta men bilan telefonda gaplashib o'tirganda jonli efirga taklif qilib, lekin men kirmayman degan. Necha marta ular uni boshqa joylarga taklif qilganda merim bormagan. Ortiq meni xotinim yonimda. Xotinim ularga alam qilayotgan joyi shu. Xotinsiz paytida do'st bo'lgandir, xohlagan kayf. Demak, o'sha kayfda ular birgami? Demak, ularning qo'lida video bormi? Demak, ularning odami o'zlari ham shunda aralashgan hisoblanadi, bilasizlarmi? Da ladna. Nima qilsa qilibdi menga PH, Messi, Dori bo'lib yotdi. Bizda shu narsa bor-da, kimdir men bitta olov yoqib yuborsa, bo'ldi, mana shu olov yonda bo'ladi. Xulosa olishingiz uchun yana bir marta savollaringizga javob berib o'tdim. Mana kim, nima, qanaqa. Men
buyog'iga o'zi qo'rqmaganman. Prosta men qo'y, к черту menga. Yana bir gap eshitinglar. Bunaqa Turkiyada yashayotgan g'iybatchi o'zbeklarni ko'rib qo'rqib qolmanglar. Bilasizlar menga qanaqa o'zbek ayollar yozyapti? Nechta bittasi turk erga tegan, hamma turk erkaklar yomon bo'lmaydi go'lapa. Qonun qoidaga kelsak, shunaqa qonun qoidalar bor, hammasini menga aytishdilar, ko'rdik. Men bemalol chiqdimmi? Turmushga chiqyapman, mamnaqa. Dalshiyam, men уже o'zimni shu qadar Allohga ishonib, Allohga suyanib, kuchli his qilganmanki, meni baloy battariga emas sindirish, bandasiga emas. Endan boshlab bo'ldi, hamma gap gapirildi, qolgani qonun qoidada bo'ladi. Menda yana unaqami demanglar, chunki shantajchilar mingta tuhmat bilan chiqarishi mumkin. U o'ziga havola. Qancha chiqsa bizga shuncha plyus bo'ladi. Bir. Turkiyada nomerlarini ham qo'ydim, turk nomerasini, Turkiyadagi reklamalarni, Turkiyadagi demak, men Instagramga kirmasam, mendagi ahvolni juda yaxshi bilasiz. Telefon kelib qoldi-da. Demak,